qanday mashina olsam ham savdosi bitsa, kimgadir ma'qul kelsa kelursin, o'sha pulga beraman. 500 ming 1 million qo'yib sotaman. Juma kuni qo'ymay sotaman. Agar men bu yerdagi mashinalar kimgadir ma'qul bo'lsa, agar mashinasini beringsiz, avtomatik senlik o'zgaradi narxi. Chunki olingan pulga beriladi. Hammasini egasi keladi, bemalol notariusga borib, egasi bilan gaplashib, necha pul sotgansiz, bemalol guring qilasiz bo'ladi. Xohlagan mashinalarimiz, xohlagani bugun imindan o'zini pulga sotiladi. Hisoblab qolingan mashinalar bo'lsa ham Instagramga qo'yilgan. Mana misol, menga qolib ketgan bo'lsa, 500 ming bilan qo'yib yozgan bo'lsam, o'shani ham o'tib beraman bugun, imindan shu kun. Juma vaqtgacha savdo qilaman, akalar, bemalol kimga qanday mashina yoqsa yo savdo qilib olsam, misol shu trikking savdosi bitib qolsa ham, olgan pulimga birdan beraman. Ertaga qolsa, iloji yo'q 1 million qo'yaman keyin pulim ustiga. Bemalol kimga qanday mashina yoqsa ko'rursin. Sen berdagini emas, bu tomondagilar ham o'zini narxiga ketadi. Shuni ham bila olinglar. Ustiga bugun pul qo'ymay sotilayotgan kun. Juma vaqtgacha bemalol savdo qilishlaringiz mumkin. Juma vaqti 2 soat savdo to'xtaydi. Juma payti savdo qilmay turaman. Ko'raman, baland aytibsizlar. Mayli o'zimga bering, olaman, og'abek. Qancha olasiz aka o'zingiz? Necha pul beray? 50 ming bering. Yo'q, endi 55 endi to'g'risi. Olgim kelyapti mashinasi, lekin u narxga emas-da. Shu turishga ham xarajat bo'ladi mashina. Mayli, bildim, xarajati yo'q, yaxshi, lekin Top-toza mana ustalarimiz ko'rdi hammasi. men kraskasi bor demayapman. Mashina bo'ladi, yomon emas. Mashinaga tortishib bo'lmaydi, narxga tortishsa bo'ladi, og'abek. Buni narxi sal baland aytibsiz. Hozir buni unday narxlar qiyin masala-da. Yurgani sal ko'proq ekan, og'abek. Bo'lmasa-ki, mayli-chi bir hech bo'lmasa bir yana bir biron nima qo'shib so'ragim kelyapti. Mashinangizni olgim kelyapti, muomalangiz yaxshi. Mashinaga ham ja nima emas-u? Yuzimdan qarab, o'shanday-da. Yashash qargadi, og'abek. Qarga, qachon qarga? Yangi bozorga. Almaz degan tanishmi o'sha yerda? Qo'plan aka qilishib. Ha, Qoplan akani taniymiz? Jiyanimiz. Qoplan akanimi? Singlisining o'g'limi. Ha. Almas. Og'abek, keling mayli bir ish qilamiz. Bir qadam taylasa bir qadam taylayman-da. Yarim qadam taylasa ham bir qadam taylayman. Mat kelgan olamga. Xarakterim o'zi shu. 1 so'm yarim so'mda hammasi qiynalib topadi. Lekin men joyi kelsa, savdoni ichiga bo'lsa, uncha ezg'alanmayman. Do'stim shu uchun aytaman. Mayli, men siz bir qadam yuring, men ham bir qadam yurayman. Savdolashamizmi? Savdolashamiz aka gapi. Men. Qarang, endi qarang, savdolashamiz. Endi bir martga yuringini aytaman, savdo ham qilmaymiz. Men 145 olmoqchiman. Siz 155 sotmoqchisiz. Mana dalga-dal kelaman. Mayli, baland olaman, bilaman. Lekin olaman. Qani sizlar ham o'zingizni ko'raman, aytdingizki, bir barakali yigitman aka deb. Qani shuni bir isboti bilan ko'raman. Bo'layotgan bo'lsa, mart keling, mart pul. Baravar tekis 150 million naqd pul beraman. Bormi barakangiz? Yo'q, aka. Do'stim, 145 dan baland so'rash niyatim yo'q. O'zingizning gapingizga o'zingizga qo'yib beraman. Bu degani o'zingizni savdoyingizni o'zingizga kiritib berdim degani. Do'stim, men 145 olmoqchiman. Siz 155 sotmoqchisiz. Boyagi guringda savdo qilmasam ham oldin aytganim shu narsa. Bir qadam yursam, bir qadam yuraysizmi deganim, savdo qiling deganingizga 5 million qo'yib so'radim. Bayağı endi sizni fayzingizni ko'raman, qani? O'shan aka 53 bering. Ya, baravar 50 zo'r narx bo'ldi. Narx bo'lsa, nima qilib, sirada chiqib ketadi. Ya, muammo yo'q. 150 million naqd pul so'rayapman. 53. Ya. Qaramayli bitta guringda. O'zi siz 50 ga ko'nishingiz kerak edi. Ko'nishingiz kerak. Ko'nmayapsiz-a? Mana yana bir sinovda bu. 3 million qoldiki, keling shu ish dikka bo'lamiz. Agar ko'nmasa savdo qilmayman. 3 million dikka bo'lamiz mayli. O'zi 10 dikka bo'lishimiz kerak edi. 50 bir yarim. Ha, faqat rozi bo'ling. Bon barakangiz? 2. Yo'q endi. Unda hopiz. Hopiz. Yo'q, hopiz. Hopiz. O'zi 10 dikka bo'lishimiz kerak. Bo'ldi, boss. Ha, olasizmi? Baraka. Ha, polis haqiqatan yengil ekan. Jivoydan ham bittagina aytib bering endi. Hozir siz hofizingizga ishonmaymiz deydi bizlar. Yo, tordoni, torinma deyapsiz-ki. Tağlan deme tağlar yürümeyen mi? Bağlan deme bağlar savrulmayan mı? Zorlan depsen zorlar yigilmeyen mi? Kança zorunun yegen dünya bulsun ey. Muhnet bağlı unuttum ya. Sen bilen ben kimden oylayın aşna. Muhnet bağlı unuttum ya. Sen bilen ben kimden oylayın aşna. Allah peygamber Yusuf'unu hatta bazı
bozorunda sotgan dunyo bo'lsin. Allah payg'ambari Yusufni hatto bozorunda sotgan dunyo bo'lsin. Azrail çay sorar oğlu sonundan. Acel kapkan kurup küter yolundan ey. Hiç nime kelmeydi şam kulundan. Tapçanını yutken dünya bulursun. Hiç nime kelmeydi inan kulundan. Tapçanını yutken dünya bulursun. Ha bu ne gel? Familiya bilan ayting ismingni. Adres Qashqadaryo viloyat Koson tuman. Nazarov Og'abek. Nazarov Og'abek, malades. Og'abek Nazarov. Qo'yib qo'yamiz videoda. Mana qarang. Tirikimizni oldim, tirikimizni sotdim Og'abek. Xo'p, 2023-yil 1 kunlikdan salgina o'tgan metan gazlar bu kraskasi radnoy tiniqqina turibdi mashina, ko'rdingiz. Tirikka 151 million 500 ming so'mga oldim. Bugun juma kuni. Hech qanaqa pul qo'yilmaydigan kun. Juma kuni 151 million 500 ga oldik. Ish nima ishda aka? O'ziz tadbirkormisiz? Kosondansiz? Ha, kasbidan. Mana shu hofizlik yigitgina oldingiz aka, yaxshi kunlaringizga mining. Do'stlar, omon bo'ling, omon bo'ling, omon bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat, maza qildik. Hadi. San'atga gap yo'q. San'atga gap yo'q. Rahmat. To'ylarga aytaylik. Zo'r ekan mana. Ana endi to'yga borasiz.